Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yaqinda mana Husniddin akani zaporetini ochdik. Hozirda u akamiz O'zbekistonda, hali Rossiyaga kelgani yo'q. Rossiyaga kelsa o'zi bilan shaxsan suhbat quramiz. Hozir esa telefon orqali suhbat quramiz. Hammasini o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Qanday qilib ochdik u akani zaporetini, qancha xarajat ketdi, hammasini o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Agarda sizlarda ham zapret, deport bo'lsa yoki tanishlaringizda yoki qanaqadir qo'ni qo'shnilarda zapret, deport bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'ysanglar, agarda ularda ham zapretlari yechiladigan bo'lsa, yordam bersak xursand bo'lamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Agarda ma'qul kelsa, like bosib qo'yishni ham unutmanglar. Hozir yana video davom etadi. Alo, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Tuzimsiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, zo'r, o'zingiz yaxshimisiz? Zo'r, rahmat. Tanidingizmi? Tanidim, ha, men gapiring. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, zo'r, ha, rahmat, zo'r. Charchashlar bo'lmayaptimi? Yo'q aka, charchash yo'q, yuribmiz. Nimaga biz taraflarga kelmayapsiz? Siz taraflarga endi xudo xolasa endi boramiz. Ha, Shu 20 kun, 15 kun ichida xudo xolasa nasib deb turibmiz. hay, endi sezon ham tugayapti-yu, endi yoqishda ham ish bo'laveradimi sizlarga? Yo'q, bizning shkaturkali ishda, agar biz taniymiz, shkaturka buni ichkarida ishlaydigan ishda malyapmiz. Ha, ha, ha. Ha, bo'pti-da, ish bo'lib tursa yaxshi. Yaxshi, biz ish yaxshi. Biz o'zbeklar faqat shu yozda, bahorda, kuzda pulni qilib, qishda O'zbekistonda qishlaydi-yu, shunga aytyapman-da. Ha, o bizga streykadan emas, ichkarida sizniki unday pochka beradi, issiq. Malyani ish bizga unday bir og'ir emas. Ha, ha, ha. Ha, yaxshi. Yaxshi ish. Sizni zapretingiz o'zi rostdan ham bormidi aka, yo zapretingiz yo'qmidi? Bor edi, 5 yil, 6-yil o'zi 5 yil bo'ldi. Chiqib 3 marta aeroportdan qaytganman. Tojikistondan 1 marta, Ha, Toshkentdan 2 marta qaytib keldim-da. ha, 3 marta aeroportdan qaytgansiz. Qayerdan bildingiz o'zi zapretingiz borligini? Tekshirtirdik, Rossiyaning o'zidan ham shu yuristlardan, oyoqlardan ham tekshirtirdik. Zapreti bor deyapti-da, endi qachon ochilishini ham, surguni ham berilmadi, faqat zapreti bor deb qaytarib yoraverdi-da. Keyin shu yoqdan ham bir yuristga gaplash, ochdilar, shu yoqdan pulga nima qildi, o'lam ochilmadi. Keyin unisi ochilmadi, oxiri sizga keyin murojaat qildik-da. Ha, mendan oldin ham bir yuristga murojaat qilgansiz ekanda, demak-a? Bir unaqa qildik, o'lam shu sazdan vaqt ketdi-da. U qanday bo'lgan, shu ruslardan bo'lganda. Ha, ha, ha. Biz hozir ochib, hamma yo'g'ingizni hozir toza qilib ochib berdingmi biz? Ha, 100% aka, men buni dunyoda ham keyin bir-ikki joyga oldim, zapret ko'rsatgan joylarini deb nima qildim, ochiq deb ko'rsatyapti. Ha, biz mendan boshqa joyda ham demak tekshirtirib ko'rsiz-da. Ha, o'zimizda oldin endi o'zimizda tekshirib yurgan joylar ham zapret chiqarganlari shu marta endi yana bir hafta ichida yana bir 2 joyga nima qildirsam endi ochib ko'rsatyapti. Nima deyapti-da? Ochib. Доверяй, но проверяй deydi-yu ruslar. Ha, bo'pti-da. Qancha ketdi xarajatlariga? 35 ming rubl ketdi-da, shaka anonsga. Ha, 35 3 oy vaqt ichida 3 oy vaqt ketdi-da. Ha, где-то 3 oyda ochib berdik, hamma yo'g'ingizni. Ha, 3 oyda 3 oyda ochildi. 3 oy kutdim, 3 oyda ochildi. 5 ming xarajati bor ekan. Biz bilan ishlash qanaqa bo'ldi? Qiyinchiliklar tug'dirmadingmi? Nima bo'ldi? Yo'q, aka. Yo'q, undan unday narsa yo'q aka. 100% ishonarli. Mana ko'rdim-ku, o'zim mana yerda tekshirib ko'rdim, endi ochiq deb ko'rsatyapti. Ha, bo'ldi. Siz ham endi Rossiyaga kirib kelsangiz, biz ham ko'nglimiz to'ladi-da. Ha. Hozir endi Rossiyaga kelmagansiz, O'zbekistonda yuribsiz, keling desak ham kelmayapsiz. Men ham endi xudo xolasa naqd turibman endi. Ha, bo'ldi aka. Bu
zapret deporti bor odamlarga qanaqa bu maslahatlar berasiz? Aka, ularga maslahat bemalol shu sizga murojaat qilaversin, 100% ishonadi. Ha, Mana bizniki 100% 3 oy davomida, 3 oy ichida ochib berdi mana. 100% boshqalarga ishonib, bemalol topshirsa bo'ladi. Sizni ham bezovta qildikmi kechiktirganda aka? Yo'q aka, siz nima saytga bemalol shundan keyin. Ha. Prosta shu siz bilan bir suhbat qurib, hammani bir ogohlantirib qo'yaylik deb shu videoni qilyapti. Bemalol meni nomerimni beraver. Meni agar ishonmaydiganlar bo'lsa, bemalol so'rashi mumkin-da, telefon qilib. Ha, bo'ldi bo'lmasa nomeringizni shu ekranga chiqarib qo'yamiz, ammo shuncha menga yordam berdim men yordam beraman. bo'ldi aka. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Agar Rossiyaga kelsangiz yana bir videolarni ham qilib berasiz, joylab qo'yamiz. Mana aka Rossiyaga keldi. Aka aytdim-ku, Rossiya borsak ham aka siz bilan aloqa uzilmaydi. Bemalol aytib, u yoqda borsak aytdim bizlar u yoqda ishlash kerak falan. Ha, bo'ldi aka. Siz o'zi qayerdansiz? Men Surxondaryo Dino degan joydan, Dinodan. Ha, Surxondaryodansiz. Bo'ldi aka. Surxondaryo Dinodan. Bemalol nomerimdan maqsadsiz. So'raydiganlar, ishonmaydiganlar bo'lsa, bemalol so'rayversin. Men Bo'ldi. Men nomeringizni ekranga chiqarib qo'yaman. ha, bemalol chiqarib qo'ying. Bemalol telefon qilib ishlaydi. Bo'ldi aka. Uydagilarga hammaga salom aytasiz. Sog' salomat bo'ling. Bo'pti aka, sizga omad. Xo'p, ishlaringizga rivoj. Bemalol yana shunday nimalarni ishlarni yengillashtirgani davom ettiring. Bo'ldi aka, rahmat. Sog' bo'ling. Mayli aka, salom. Xo'p. Mana shunday ajoyib videoni yana guvohi bo'ldinglar do'stlar. O'tgan videomizda onaxonni deportini ochdik, lekin qizlari bilan suhbat qurdik. Bu videomizda esa shu ochgan odamimizni o'zi bilan suhbat qilib, mana video qilyapmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Deport zapreti bor insonlarga videomizni jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.